Alloh haqqi, seni bundan oldin biror gunoh ish qilganingni bilmaymiz. Nega Rasulullohning g'azablaridan qutulib, roziliklariga erishish uchun biror uzr aytib qo'ya qolmading? Shunda sening haqqingga mag'firat so'rab duo qilardilar. Ha. Rasululloh sen uchun istig'for aytsalar, senga kifoya qilardi. Aytinglarchi. Menga o'xshab Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga uzr aytmagan biror kim bo'ldimi? Ha, 2 kishi. Ular ham xuddi sen aytgan gaplarni aytishdi. Rasululloh senga nima degan bo'lsalar, ularga ham shu gapni aytdilar. Kim ekan ular? Mirora ibn Robiya va Hilol ibn Umayya. Ular ham sen aytgan gapni aytishdi. Alloh haqqi. Ular ikkalasi ham solih kishilar. Badrda qatnashganlar. Ular men uchun o'rnak bo'ladi. Rasulullohga aslo yolg'on gapirmayman. Alloh senga baraka bersin. Ey Habibim, ey Allohning rasuli, bu biz uchun tarbiyada o'rnak bo'lib, nabaviy siyratdan yana bir yangi saboq olyapmiz. U zot munofiqlar bilan muloyimlik va kechirimlilik ila ularning zohiriga qarab muomala qildilar. Ularning ichida nima borligini esa juda yaxshi bilardilar. Rostgo'y musulmonlarga esa qattiqqo'llik bilan muomala qildilar. Ularning ishini Allohga topshirib qo'ydilar. Allohning o'zi ularni gunohdan poklashini istadilar. Bunday sharaf va ulug'lashga munofiqlar loyiq emasdi. Ha, ey imom. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam musulmonlarning barchasini haligi 3 kishi bilan gaplashishdan qaytardilar. U 3 kishi Rasulullohga rost so'zlagan, yolg'on gapirmagan yoki munofiqlik qilmagan edi. Odamlar ulardan o'zini chetga oldi. Kab ibn Malik uydan chiqsa, odamlar undan o'zlarini chetga olar, uning bir o'zini qoldirishar edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning buyruqlariga binoan hech kim unga javob qaytarmas edi. Assalomu alaykum birodar. Endi nima bo'ladi ey Kab? G'am anduhingiz kundan kunga ziyoda bo'layapti. Rasululloh odamlarga mendan, Miroradan va Hiloldan chetlanishlarini amr qilganlar. Ular bizga javob berishmayapti, biz bilan gaplashishmayapti. Alloh haqqi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning buyruqlarini bajarishga men ko'proq haqliman. Mayli, o'z uyingga bor. Rasulullohning buyruqlariga itoat etishing menga itoat qilishingdan ko'ra ulug'roq va savobi ko'proqdir. Hatto Kabning ayoli ham Rasulullohning buyruqlariga bo'ysunib, undan o'zini chetga oldi va u bilan gaplashishdan bosh tortdi. Bu Nabiy sallallohu alayhi va sallamning qalblari qattiqligidan emas edi, balki do'zaxning eng tubida bo'ladigan munofiqlarga qilmagan yaxshiliklarini aynan shu musulmonlarga ravo ko'rgan edilar.